Biz Mirlo Shodi hazratlari bilan Buxoriy Mir Arab madrasasida birga ta'lim oldik. Assalomu alaykum hurmatli aktual Urgut obunachilari. Bugungi mavzuyimiz Chubun masjidi tarixi haqida. Domlalarimiz qisqacha ma'lumot beradilar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Chubun masjidi yaralishi amrliklar davriga taqaladi deyishadi. Bu qay darajada haqiqat? Chubin degani yog'ochdan qilingan masjid bo'lgan. Bu joyda Temuriylar davrida masjid va madrasa qurilgan. Inchunin ustoz Mulla Shodi domla hazratlari, Mulla Abdukarim domla bobomiz ustoz bilan Chubun masjidi qurilishidan oldin ham bu chinorlar bo'lganmi? xalqimiz duo qiladi. Chinordek umring uzoq bo'lsin deb. Ro'ziqul Oxun bobo, Xudoberdi Mahsum bobo degan ulug' zotlar ekib ketganlar. Hammamiz tanigan, bilgan marhum Mulla Shodi domla xalqimiz masjidlari uchun qay darajada xizmatlar ko'rsatganlar? Mulla Shodi domla ustozimizni bilmagan, tanimagan odamni o'zi yo'q. Chubun masjidiga imom xatib bo'lib keldilar. Tumanimizda ustoz Mulla Shodi domla boshchilik 62 ta masjid faoliyat yurg'izib, qonuniy hujjatga ega bo'lib, bugun faoliyat yurg'izyapti. Yuzlab shogirdlar Urgut shunaqa yurt. Iloyim xalqimizdan ustoz Shod domlaga o'xshagan, Mulla Abdukarim qozi bobomizga o'xshagan zotlarni Alloh yana vujudi kamolini nasib etsin. O'zidan yaxshi tarix qoldirish insonni eng oliy maqsadi bo'lishi kerak. Shunday ishlarga Urgutimizni go'zalligini olib borayotgan ishlar, bu yangi O'zbekiston masjidi, muhtaram hokimlarimiz, muhtaram yurtboshimiz boshchilik davlat rahbarlarimiz olib borayotgan ishlari, diniy rahbarlarimiz olib borayotgan ishlarini yoritib borayotgan ekansizlar. Alloh taolo egam avvalambor Amin. yurtimizni tinch qilgin. Mamlakatimizni osoyishta qilgin. Amin. Siz azizlarimizni ham olib borayotgan ishlaringizga Alloh madadkor bo'lib, jonajon O'zbekistonimizni gullab yashnamog'i, Urgutimizni gullab yashnamog'ini dunyoga tarannum ettirishga olib borayotgan ishlaringizga Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Zero Alloh go'zal, chiroyli zot, go'zallikni, chiroylilikni yaxshi ko'radi. Yaxshilik niyati bilan olib borayotgan ishlaringizga qodir Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Bi rahmatika ya Rahmat sizlarga. Tashakkur. bor bilinglar. Baraka